Muattarxon bundaq izo-ohonatlik gaplarni qilganda Sabohat tumshug'ini do'msaytib ishlayveradi. Abdusamatning bo'lsa qapoqlari silinib, g'udung-shig'aj eg'ir pushuldab oqsiga olib qo'yadi. Anzar go'yo hech nimani anglamagandek ulug' kichiktinib qo'yib o'z ishi bilan bo'ladi. Bularning ichida birli Gulnisoxon xo'rjini to'lgan demonadek xushal holda yugurib yurib, tamoq to'shib, jo'zlarni suritish, qochilarni g'o'chiriltib yuyish bilan oldirash edi. O qishich tayyor tamoq yeb, xotirjam uxlab, hech nimadan g'imi bo'lmag'ashqimi, cho'ldan baq ko'chirgan yovguldek sahat tepib, barg'an sira husniga to'lmoqda edi. Uning tatarg'an judangu oq seriq yuziga qon yugurib, semiz lablari parqarab turadi. Badani atga to'lib, xuddi kunjirida baqqan qazoq qo'ydek, sag'rillari lampudek lag'irlab, ko'ksi mungusdek usib chiqqan edi. Muattarxonni ona deb iltijo qilganda ovozi to'limi soz, mungluq chiqadi. Ham uning oldida kuchuklanib, o'lar tirilishiga baxmay mulozimlik qiladi. Gulnisoxonning ishchanligiga, muloyimligiga, tilining yumshoqligiga zo'q kelgan Muattarxon uni doim maqtaydi. Buningdan Sabohatning g'ijiq kelib, "Hiylagar tapshaq" deb tillaydi. Gulnisoxon Sabohatga utturliq dodiy muomala qilgani bilan Abdusamatning ichida g'o'r qapoq to'nkay deb o'shkuradi. Biroq Anzarga bo'lakchili omraq edi. U har qitim o'choq beshidan xaridorlarga tamoq to'shiganda, chini taxslarni yetkazib berganda Anzarga lappida qarab, g'alitili jilmayib qo'yadi. Uning qora chuqluq bo'z ko'zlari o'zgacha go'zallikka ega bo'lib, bakmi ittik edi. Gulnisoxon ko'zlarini yolt-yo'lt qilib o'ynatganda, Anzarning ixtiyorsiz tini shurkunib, yuzini qochiradi. Gulnisoxon barg'an sira xuluq chiqarib, xuddi ish ko'rgan, jigdi purab qolgan cho'konlarda qiliqlarni qiladi. U Anzarga yaqinlashdimi, sag'irsini atay chayqab, ko'ksini titratdi. Ham lappida ko'z tashlab yer boqadi. 1-2 oydan beri Muattarxonning so'zlarini anglagan siri Anzarga texmi illiq muomala qiladigan bo'lib qoldi. "Anzarga, o'rtirib ishlab charchab ketgansiz, birdan o'ltirib eling. Anzarga, choy ichib eling. Anzarga, bir chin osh silib beraymi?" degandek siliq muomalalar Anzarning ko'nglini olganda qilgani bilan kayfi g'ash edi. Darvaqa 16 yoshni tugutish oldida turgan bir qizning bundoq deqirab qilishi har kimni gumonga selishi turganli gap. Ammo Muattarxon undoq o'ylamaydi. U Gulnisoxonning Anzarga nisbatan bundoq jon ko'yarligi, imo ishoratlari albatta yaxshilikdan beshorat. Shuningdan boshlab Muattarxonning qo'rsqiga bir shayton kirib oldi. Bu shayton uni kun sari vasvasiga solmoqda edi. To'g'ri, bu igi chaqisiz qizni balachilabli kelin qilib olsa nima degan balan? Hech qanday chiqimsiz, hasham daramsiz bundoq kelgan omadni kunduz panus yiqibmi topqili bo'lmas. Anzarning ilkiga o'tgandan keyin mangu haqsiz ishlaydi. Mushu oilaning bir kishilik a'zosi bo'lgandan keyin texmi jon ko'ydirib qanot yopadi-da. Taskaydagi yeng solgan bir ig'iz o'yin tutib bersa, Anzarmi ko'z chaniqidan neri bo'lmaydi. So'ngak izlagan lonni itdek uchirgan o'ylig'i kirib ketmaydi. Yeliqi ezotqini ko'rmagandan keyin barg'an sir ko'ngli suvib unutiydi. Nashkashning hamdam xiyollarga cho'kib ketgan Muattarxon bir kuni kechda Gulnisoxonni hujrasiga boshlab kirdi. Ham uning ishqi-pishq ekanligi, tirishchanligi, jonkuyarligi, axloqliq, yavash, muloyimligini maqtadi. Ham o'zining uningga osh tamoq,
kiyim-kechak, issiq makon berib, beshini silg'anligini deyishni unutib qolmadi. Gulnisaxonmi qo'l qo'shtirib o'ri turg'unicha xo'sh deb izzat ikramni bajo keltirib turdi. Bizning oiladan mangu ketmaslikni xohlamsan qizim, dedi Muattarxon tamdan tarish tushgandek. Seni bola qilib ba. Yelim o'zimni sizlarning qizlari deb bilaman. Barakalloh aqlinga. Yaxshilik bilan javob qaytirdi degan mushi balakam. Muattarxon gapning postkallasini qandoq chiqarishni bilmay birdan tengirqab qoldi. Mening demoqchi bo'lganim qara. Seni kelin qilib ba. Rasma? Gulnisaxon qizirib yuzini yong'il o'radi. Voy xudoyim, hajib bir uyatqim kelib qoldi. O'zdir ana Abdusamatni ko'z tutmaganlar, uning loyiqi bor jumsizlar. Qiz bola bunday gaplarni anglaganda talog'i qechib chiqib ketadigan yoki yuzini tutib o'yinsiz jimib ketadi. Lekin Gulnisaxonning o'ysang chirili deb bo'lg'icha eshikimni nega bog'layman degandek sayrab ketishi Muattarxonning ochiqini keltirish emas, balki nima degan sodda, gul, samimiy, dunyoda bunday chin aqlli qiz yo'qdir deb o'yladi. Shunga uning bunday yakdilligiga texim omroq bo'lib qoldi. Anzar balam biror 2 oy ichida ajrashidi, dedi Muattarxon siliq talaffuzda. O Abdusamatga hargiz o'xshamaydi. Yavash, oq ko'ngil bo'lg'ashqa kishilarning damiga osonlash tushidi. Gulbanom degan ezit shaytonmi uning mush ojizligidan foydalanib uni ozdirib ketdi. Uqdim anika. Gulnisaxonning xushalliq ham hayajondan miqqida tini jimirlab ketdi. O'zir degandek Anzarkam kamsiz, aqlli, muloyim, odamning qadrini biladi, ko'nglini ayaydi. Ammo nima ammo o? Muattarxonning ko'zlari cho'ng echildi. Nimandaq ishga o'yliq bo'lib, lingir taqtaq gaplarni qilsan. Boshqacha o'ylab qolmasinlar anika. Ansiraydiganim Anzar akam mendek to'mpaylarni yoritdimi? Gulnisaxonning uni ichiga tushib, past ovozda g'o'dinishib qo'ydi. Menda u gap yo'q. Sizlarning Anzarkamning xizmatini qavatli qilg'im bor. Ha, ma'u gaping joyida. Muattarxonning ko'ngli joyiga tushdi. Unadan xotirjam bo'l. Ajrashgan hamon ishtinglarni qo'shib qo'yman. Lekin shuni esingdan chiqarma. Hozircha Anzar uqmusin, chandurib qo'ysang, ishning pepkini buzasan. Bo'ladi anika. Hay, abayam, Abdusamat akamning loyiqi bor dedim. Buni sen nereden bilasan? O qiz ashqarimizga kunda degidek keladi. Hajab men ko'rmabdiman ha? O'zir sezmadilar. U yomonroq qiz o'xshaydi. Yo'lning o'chida turib sharat qiladi. Abdusamat akam har qancha oldirash bo'lsin ishni tashlab chiqib ketadi. Nalikan o qilin dapshoq. Gap so'zlariga qaraganda g'o'lchilik qizdek qiladi. Muattarxon tunjiqib o'ltirib ketdi. Qara, po'shimlarning boshtonliqini. Birini g'o'lchining changildan ajrata olmay qolganda, endi ma'g'ur qapoqning g'o'lchilikni deb vaqinni. Tova, xubtandan qechib taravih tutuldim degini shu-da. Bu shovchilarga g'o'lchilikning jini chaqlashdimi nima? Qashqarlikning kurash peparlarida o'lib qolsim kelmaydigan gap ekan. Hammani qilgan osh Anzarga mis o'g'ri. Voy ona, g'o'lchining bir eriqida hasal, bir eriqida sharbat oqadigan. Hunar qilib seni guldek boqaman deb sho'likini eqissa. Bu pishganliklarni o'ylamay, nima poq gap kelgan bo'lg'iydim. Bu nakaslar g'o'lchilik olvastılar bilan eg'iz burun yolishib yursa, dadisi bilan ochsin ruhi qo'rinmasma. Qo'rindi, qo'ringandimi ko'rdi tikka o'tirib qarg'aydi. Xudoga nola qiladi. Oqibat bu ishki jambirakning ishi o'xshab runoq topmay ko'chida qoladi.
Muattarxon atsi kasada o'ltirib xaridorlardan pul elayotganda pat-pat bo'ynini so'zib ko'chaning u tarafiga qaraydi. Ham Abdusamatning yurish turishiga ko'z quloq bo'ladi. Lekin o'g'li ish bilan band bo'lib talatuzlarga chiqmadi. Ham sirtqa biror qitimma qarab qo'ymadi. Bu kulkilik ish 3 kun davomlashdi. Muattarxon qo'ndoq izlayotgan Mekiyamdek bo'ynini so'zib, yili talog'a qarasa, yili Abdusamatga qaraydi. Uning bo'yni telib og'ribmi ketdi. Ammo 4-kuni oq kaptar juptini izlab keldi. Naq shu kuni shanba edi. Kun g'arbdan qiysiyish bilan Abdusamat o'choq beshining ishlarini aksiga tashlab berib, oshxonada mulozimlik qildi. Tamoq to'shish, jo'zi surtib, xaridorlarga choy qo'yib yursimi, ko'zi taladi edi. Pat-pat soatga qarab qo'yatdi. Aslida qonjuq bilan sayk uchirishadigan kunlarni oldin belgilab qo'yibdi-kanda, deb o'yladi Muattarxon. Ko'chaning u qasniqida paydo bo'lgan qiz uduldagi oshxona ichiga qarag'ala turdi. Abdusamat xo'shliqida qo'lidagi dasmolni tashlab eshik tuyiga chiqishi Muattarxon g'azab bilan varqaradi. Abdusamat, ishini tashlab nega borsan? Bu yaramas. Yenil kelma ona. Yo'q, bormaysan. Muattarxon eshik bo'sug'isiga keldi. "Man, ishoni qil." Ko'rmadingmi? Ro'shangul ketdi. Har qancha oltin gul bo'lsa-mu, borma deyman. İşlerini qilsa ana. Hamma chepilib olmay, qandoq degan gap bu? Abdusamat parvoyig'ini olmay yugurib ketib qoldi. Ayol bo'lmay qaytib kelgan Abdusamat oshxonaga kiribla onasiga chechaldi. U qizning oldida yuzimni to'kdi degan g'um bilan jo'sini ta'turga yegan edi. "Nima qilma deyman ona. O'tganda bekor haqning barisiga olib yuzim to'kdilar. Bugun bo'lsa oshxona boshlig'i kelib, sharman qilyapamdilar. Men oshxonada ishlaymanmi yoki yo'q odamlar?" Abdusamat g'o'dirg'ancha ichkariga tamoq raslash bo'limiga kirib ketdi. Muattarxon kirib chiqib turgan xaridorlar, shundaqla Gulnisa, Sabohat, Anzarlar oldida o'zining chavusini chitqi yeyishni xohlamadimi, aytavur chirib bir narsa demadi. Lekin aman yutib olgandek kashkicha ko'ngli g'ash yurdi. Ishdan tushib uyga qaytib kelgandan keyin Abdusamat kiyimlarini almashtirib, onasining "Nega borsan, sana deydigan gapim bor" degan so'zini pisand qilmay g'ibli tikavatdi. Muattarxonning oshxonada o'ylagan, "Xap, kashda adibimni bermaydigan bo'lsam" degan umidimi sug'ichalashdi. Shundaqdimi, kallasiga biror ish kirib olsa, uyqusi kelmaydigan bu ona nip qilib ko'z yummay o'g'lini saqladi. Tun nisbiga yaqin darvoza taraqlab, Abdusamat hovliga kirib keldi. U taskaydagi o'z hujrasiga kiray deb qadam elishi Muattarxon peshayvonda paydo bo'ldi. "Moy, kir. San gap bor", dedi Muattarxon zardi bilan. "Ajab, quyruqni tutqizmaysan ha?" Abdusamat g'ing qilmay onasining orqasidan kirib, gilamga o'tirdi-da, tamg'a yo'landi. Uning tashdaq qatgan chiroyidan ochiqi yana ham yonmag'anligi chiqib tursa, harakatidagi bir xil beg'amlik, mansitmaslikdan har qanday baloyi battilarni pisandga olmaslikdek ma'no chiqib turardi. "Nega bodam?" Muattarxon chikitda qadaldi. "Kinoga. Kim bilan?" "Ro'shanguldan. Bo'lmabdimi? G'o'ljilik taranchi qiz bilan." Ajab yo'g'on so'zlaysan-ku. Gunoh qilmagandan keyin, "Hey munofiq, dadam bilan ochangni kim o'ltirganligini aniqlamas bo'lib qoldingmi? Odam tillamay, qo'rsoqlaridagi xunni desizlar ona." Abdusamat sharpa turib gilamga tizlandi. "Dadam bilan ochamni Ro'shangul o'ltirmagan. U o'ltirmagan bilan uning ajdodi 70 pushti bir yurtlikka jaddi jamoat o'ltirdi, uqdingmi? Agar
Dadam bo'lgan bo'lsa, hargiz undaq demaydi. Abdusamatning ovozi vazminlashdi. Tosh Muhammaddek bir noahlining qilganlarini bir paq qizga ortib qo'yishda uyalmamdilar. Xudodan qo'rqmamdilar. Tayfunam zamonisidagi qo'rsoq ko'piki. Ko'ngil og'riqini tasdiq qilib, akamning parakanda qilib atdilar. Endi navbat men keldimi? Bilib qo'ysizlar. Yaxshilik bilanmi, yomonlik bilanmi, Ro'shangul bilan to'y qilganim qilgan. Uxlab tushim iflos. Yomoni kelsa uydan qo'g'lab chiqiralar yoki hozirdan chiqib ketaymi? Oshxonaga yollansam-mu, qurilishlarda ishlasam jinimni boqalayman. Akam bilan ikkimiz chiqib ketsak, ertaga sabohatni, g'o'jaqni topgan deb uni haydab chiqarsizlar. Andin ma'u qo'rani o'ngchi boshiga kiyib qolmamlar. Qandoq degan bema'nilik bu? Muattarxonning bisi yongan edi. U qapqi qush qoramzodini uyga akirganligiga, suhbatlashganligiga pushaymon qilib qoldi. Muattarxon va Gulsumxonlardek onalarning bo'zaq qilishi, dashnan berib dardini chiqarishi, onalik hukmronligini yurgizish uchun Anzar Gulbanamga o'xshash ko'ni aqida, qoida yo'sullar ramkasidan chiqolmaydigan mo'min bechoralar kerak edi. Biroq Abdusamatdek burni ko'pgan, nohaqchilikka chidab turolmaydigan, podshoh olimkan demay, yuz turani hurkiraydigan bo'ri tabiatliklar boshqalarning qazgan o'risiga putsangiltib bermaydi. Qurgan qopqonlarga teg'imi dassamaydi. Hey juhud! Onani qaqshatgan, onani yig'latgan, onani xorligan odam do'zuqi bo'ladi. Osonliqchi ko'zidan yosh chiqmaydigan Muattarxon o'g'lining haq so'zlaridan musqa qoldimi, o'ktamlik bilan yig'lab qarg'ashga boshladi. Ah Xudoyim, putishib o'lasa, g'oyib o, nisbula Xudoyim. Og'zingga maraz chiqa, meni qaqshatdim demsan, o'zingga yig'la ilohim. Qarg'isizlar ana, qarg'a vasila, o'z bag'rini yerib tushgan bolasiga o'lim tilab qarg'a onani birinchi qatim ko'ryapman. Abdusamatning talabbuzi barg'ansir qattiqlashdi. To'g'ri, onlar ulug'. Shu Muhammad payg'ambarimiz jannat onlarning utxopini ostida degan. Biroq shu ulug'liq eg'ir qo'rsoq ko'tirib tug'ish, og'uz berib beqish, farzandlarining orzu-armonlarini ishga oshirish, qiz o'g'illar xushal bo'lgan pok ishlarga haqman bo'lishni ko'rinmamdi. Lekin suluchu yo'qan nejiz, meni nasihat qilib, vazuha o'quvchi, urg'ichini ek. Pishtimni choq. Butunlay so'zda tutilib qolgan Muattarxonning arvoyi 40 kez o'rlab chalva qab ketdi. O'zining tutulg'uri imonsiz. Ilohim o'likun ko'chida qilib, itlarga yem bo'lasan. Qog'i quzg'un ko'zlarimni cho'qa, badallarim qurtlab, qarchuqlarim pildirlab qolab. Itning qarg'ishiga pit o'lmabdi degandek, Muattarxon osh rang-rang qarg'ishlarining biror amalda ko'rilishiga o'zim ishonmaydi. Ham ko'rilishini xohlamaydi. Amsa nima uchun o'zini bearam qilib shuncha vala azvaylab ketdi? Albatta, boshqalarni o'rinsiz tillab qarg'isa imondan ozadi degan iboratlik so'zimiz mi bor? Bo'ldilar, bularni bizni azvaylab ketmaylik. Faqat ota-bovularimizdan qolgan, o'rgangan xuy o'lgich chiqmas degan so'zlarni aslab o'ssakla bas. Anglayotganinglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Gulbanom vaqt qarali to'shmay turibli qiz tug'di. Gulsumxon uni bolasi bilan uyga akilib olganiga 1 oy bo'lib qoldi. Bu 1 oy ichida Muattarxon 2 qatim kelib g'ovg'a ko'tardi. Har qatimda darvoza oldi. Tam qo'shnilarning o'g'izlari tomosha ko'rayotganlar bilan to'ldi. Hatto ushshaq bolalar tam ustunlariga minib o'tirishabdi. Muattarxonning tili shuncha zahar bo'lib, ichkiriki uyda bolasini imitib o'tirgan Gulbanom qo'rqasda puchilangandek bo'lib ketdi. Rast gapni qilganda Anzar bilan qochqinig'imi ming to'ydi. Muattarxonning alqonlariga qarsildatib urib turib, Bilqut xazinasi. Hey qalanda divonlar, qizing degan buzuq ozdirmagan bo'lsa, o'g'lim mush yo'lga mang'armaydi.
Qizimning yuzini echib olay, bir haftalik deyishdim. Ma'qul dedim. Keyin o'g'limning puliga ko'zini qizdirib, bir yillik deb yolvurdim. Uningdan bo'pti deb qo'rsqimni kam tutib. Endi yana qachon qish orqaga so'raysan a? Bilaman, sen haqning niyatini o'g'limni shilib yeb, gamsi jiz qilmoqchi nafsi qilishmaydi. degan bu so'zlari har qancha g'urursiz, yo'qsizlik azobidan vijdonni yo'qotgan ko'p namratnimi qon siydirib o'tadi. So'ngakdan so'ngakka o'tib, yurakni xun qilib yetadigan bu xo'rliqlar Gulsumxon oilasini, bo'libmi Gulbanumning izzat nafsini yerga urib, bosh ko'targisiz qilavatdi. Endi Ansar bilan qandoqmi bir uyda o'ltira olgani bo'lsin. Bo'ptila, anglamagan, ko'rmagan bo'lay deb yana qaçsa, Muattarxonning deganlari rostga aylanmamdi. O chaqda Gulbanum Ansarning puliga, meliga, hunariga ko'zi qizirib, uni ozdirganligiga hamma haq ishonadi. Muattarxon osmoqchilab besib kelishi, opsini qiyin ahvolda qo'ydi. O chaqda Gulsumxon nomusga chidamay o'zini bir nima qila olsizchi. Endi ajrashib ketsa bo'lg'adak. Bu qora taqdirga alakminulloh demasdan boshqa nima chora bor? Bu chaqlarda Anaytulloh ichkirdan mol akilishga ketgan edi. Ammo Muattarxon ikkinchi qatim kelganda ancha ko'kamili qila olmadi. Chunki Asqar Anaytulloh elib bergan traktorga ko'zibni so'rtib kirib kelgan edi. U voyli o'ttirasida g'alvaravatgan xotinning sattalarini angladi. Qayoqdandir qo'liga chiqib qolgan yo'g'on tayoqni elib, uni voyli ichidala surtuqay qilib qo'g'ladi. Muattarxonning dimbisiga bir ikki tayoq tegishi bilan qo'rqib, chirqirab to'plashgan odamlar orasiga qochdi. Shu asnoda bir necha yosh bolalar Asqarni quchoqlab tutib oldi. Muattarxon bo'lsa quyruqini xoda qilib, garchi Asqar eng halqiliq payti asqatgan bo'lsin, lekin kash tarafda opsi bilan Gulbanumni tillab bosh ko'targisiz qilaverdi. Gulsumxon shuncha qattiq haqoratlarni anglab turug'liq, ko'nglida xush bo'ldi. Chunki bu Gulbanum uchun baran ko'rsatadigan bo'lib, har qanday pand nasihatlarni besib tushadigan amaliy ogohlantirish, saskandirish signali edi. Asqarning o'z hadisini buzuq, rasva, shapaqchi, Ansarning yundisiga dum tushgan jalob degandek paskina tillari Gulbanumning pak, g'ubarsiz yuragiga mix qoqqandek azoblandi. Darvaqa bu ikki oilaning yoq, ikki xotinning manmanlik, yurtvozlik jediri qaror topadigandek emas edi. Gulbanumning qarari to'shmay tug'ib qo'yishig'imi mushu ikki ona sabab bo'ldi. Gulsumxon kunda degidek beri-verib, ahonat qilib, Odilni maqtab, Ansarni tillab, ig'ir bo'y oyog'ini orom oldirg'ili qo'ymadi. Balaning normal yetilishiga imkon bermadi. Opis ketgan hamon ish-ishidan o'rtilib chiqqan yoshni surtib o'ldirtalmagan Gulbanum dardini ichiga yutib, tomoq geridan o'tmaydi. Ansar yalvurib, xafa bo'lib turib olgandilar, erining ko'ngli uchun ozroqla bir nima yeb bo'ldi qiladi. Shunga u tizdi jo'dab ketdi. Mag'dur sizinib beshqa yotdi. Ko'zi qorong'ulashadi. Shundaq kunlarning birida Gulbanum uyda yolg'iz mashinada ish qilib o'tadi. Muattarxon kirib keldi. Gulbanumning ojiz yuragi xuddi bo'ridan o'rkigan qo'y to'pidek tartibsiz urib, chiroyi panjara qag'izidek oqirib ketdi. Shundaqdimi u aralli o'rnidan turdi. Assalom. Gulbanum egilib ta'zim qildi. Kazila opa, obdan turdilimi? Muattarxonning xudo salmi bilan kori bo'lmadi. U qo'sh kishilik karvatga silingan tekmet kiyigizga, tamga esib qo'ygan yepak adiyolga, sandiq ustidagi to'r yepilgan yotgan ko'rpalarga bir quri olib chiqqandan keyin karvatga kelib o'ltirdi. Gulbanum choy qilmoqchi bo'lib edi, u "Bo'ldi, usumidim. Men choy ichgir kelmadim"
deb xuddi o'shga ho'ylig'i kirib bo'lgacha purg'i uyga kirgandek kila kelmayla g'ududun gaplarini boshladi. Ha, vaqtimiz qachon tushidi? Muattarxonning chiroyidan muz yig'ib turadi. May oyining 5-6 kunlaridan ansirayapman. Anzar bilan qandoq maslahatga keldik? Gulbanim qaynonasining nima demoqchi ekanligining tegayapti. U bir yillik surukni ask solg'ini kelganlikka aniqla turadi. Gulbanim darmahal nima deyishini bilmay tamtirab qoldi. Ha, zuvanimiz tutilib ketdi-ku. Anzardek yanchiqida puli bor, qo'lida guldek hunur bor yigitga paylamay qoldikmi? Muattarxonning birdilla og'izi bezaplashishga boshladi. Bir nimamizni jup yumaloq qisib, ava haromliq tushgan aman bir taraf bo'lali. Bo'lmasa ikkilangi yaxshilik yo'q. Endi Anzar u. Ha, u ajrashmaymiz deganmidi? Gulbanimning boshlanishqinni ko'rgan Muattarxon chiroyi biraqli o'zgarib ketdi. Po'qni issiqini yeyishibsan. Senmichu potli mishqingni eqtib, naynaqlab, g'iljimlab, qasdan suvlib, erkishni o'zingga qaratishqa, shaytonni qo'zg'ash ustaning ekansan. Bo'lmas Anzar uncha bola yenik bolalardan emas edi. Voy, nima da'vatidilar? Men umrimda anglamagan gaplar ekan-ku bu. Gulbanim tuyuqsiz o'zgardi. U ishki olqinida qo'rsqini tutgancha xishaytilgan yerdala o'ltirib qoldi. Uning chiroyining seriq sambi guldek sarg'ayib, ko'zlarining yumilib ketayotganligidan qo'rqib ketgan Muattarxon ostili chiqib ketdi. Qizi Olinur tug'ilib, 40 to'shmayla o'rnidan turib ketgan Gulbanim qizining latillarini yuvib etib, mo'l-mo'l yig'ladi. Tova, bu dunyoda ichkuyar odam qolmabdi. Apsi og'zi besipmay ajrashgan deb tillasa. Dadisi ma'ruf chig'da demigan atmigini qolmadi. Inisi Asqar bo'lsa, umrida anglamagan qabohatli tillar bilan haqorat desa. Muattarxon o'g'limni ozdirgan buzuq deb xo'rlasa. Zodi bu dunyoda ularga xayrixohlik qiladigan birari chiqmasmi? Har ikkisining bir-biriga mayli bor ekan. Xudo solgan ko'ngilkan deydigan birmi odam chiqmasa, zodi bu nima tartquliq? Mana, Anzar bilan ko'rishmagili bir oydan oshdi. U nima kunlarni ko'ryotadikin? Yoki uni Gulbanimdek iskanjida qilib, urib yuramdikin? Nemishqimi sahrodan qaytib kelgan bo'lg'aydi? Oshi dilkash, sodda, xushbel dehqonlar orasida mangu yildiz tartib kelmasa, shaharliklarni ko'rmasa, shahardagi yeni mikr, qoqti so'qta haromzodiliklardan xoli yassa, jannat huzuri degan shu emasmi? Ota buvlarimiz qaynoq suv ich, ko'ngling tesh deb qo'ymi to'g'ri debdikan. Bu kecha Gulbanim zodila uxlay olmadi. Eg'ir hordiq yetgan Gulsumxon qattiq uxlab ketgan edi. Tun nisbi bo'lay deganda o'giziga orqa-orqadan ishki chalmay tushdi. Yuragi og'ziga tiqilib qolgan Gulbanim chiqaymi, chiqmaymi degandek ishga o'yliq bo'lib qoldi. Chunki Muattarxonning xalqi olam oldida qilgan haqoratlari uning yo'lini to'sib turardi. Biroq yurak o'qurining hidini olgan to'sin otdek tepchaklab qo'ymaydi. Shu chaqda o'g'zida bo'q qilib yana bir qatim shapi berdi. Bu Anzarning taqazzolik ichida saqlayotganligining belgisi edi. Gulbanim avval bo'shga qaradi. Bu vaqt pushuldab uxlayotdi. Apsi bo'lsa, hech nimani tuymagandek bo'sh xo'rak tortayotdi. Gulbanim chapinni kiydi-da, yotqandan sug'urilib chiqdi. Va teliqibgina Dilqush xazinasi timsiqlab mangdi. Sirtda yomg'ir bir xilda simildab to'kilib o'tadi.
u darvozadan chiqib bo'lguncha Anzar uni qattiq quchoqlab bag'riga bosdi. Ularning nafaslari qo'shilib qolmay, balki ko'z yoshlari bir-biriga sovishib, har ikkisining yuzlarini ho'l qilaverdi. Ular shu tariqada bir haza un-tunsiz ayrilmay turishdi. "Ah, Gulbonim, mening farishtam, bu dunyoda bormisiz? Men sig'inish iskanjasini qattiq siqishga uchirdim. Siz mening ko'zlarimda uchib ketdingiz. Sizning so'zlaringiz, ko'zlaringiz, sarvidek bo'ylaringiz, tatli qiliqlaringiz, hatto ochiqlanishlaringizmi to'tya bilinib ketdi." Anqarning ustidagi to'tya bilingan yerlarining hammasiga to'ymay suyatdi. Ko'zlaridan bo'lsa judolik yoshlar to'kilatdi. Gulbanimmi ajrashib ketsam bo'lg'idek degan so'zlarini unutib, erining bag'riga singib ketgan edi. Agar mumkin bo'lgan bo'lsa, hozirli o'zining uyiga qaytib, unini qo'yib berib yig'lasa, ichiga to'shib ketgan dardlarini bir-birlab bayon qilsa, zodi nima uchun deb so'rab qo'ysa, qo'rsoq ko'pga bo'shab qolarmikin tang? Yomg'ir barg'ansiri ittiklab yig'ishga boshladi. Garchi ular bir tub yumloq siydining tegida bo'lsa-mu, usti-boshlariga yomg'ir to'kilayotdi. Anzar chopinni silib, ayolini yo'gab qo'ydi. U Gulbanimdan ayrilgan 30 necha kundan beri onasining rahimsiz alqonlarida ezilmoqda edi. Muattarxon uningga oshxonadagi Gulniso bilan to'y qilsan deb ching turib oldi. Anzar rad qilgan sari onasi uni o'z uyiga borg'ali. Oshxonada yotqila qo'ymay, inisining hujrasiga so'lab qo'ydi. Hatto darvozaning ichidan quluplab ochqichini akirib ketdi. Aki ini billi yotgan kunlardan boshlab Abdusamat akasiga dadil bo'lish, qo'rqmaslik, odamdek yashash haqida nurg'un gaplarni qildi. Biroq Anzar odatlanib qopdiman. Qilay debmi o'qishtolmaydiganman, deydi. Ras, kichkidan tartib dadisi, axloq fazilatlik bo'lish, yavash yumshoq bo'lish, ota-onani hurmat qilish muqaddasdir. Bo'libmi onani ranjitsa, Xudomi ravo ko'rmaydi degandek pand nasihatlarni qiladi. Onasi bo'lsa, boshdoq yursang yomon bo'ladi, o'rtirib siysang yomon bo'ladi, og'zingni ochib asinsang yomon bo'ladi, haqi olaysang yomon bo'ladi, burningni ko'chirsang yomon bo'ladi degandek oyog'i chiqmas yomon bo'ladilarni o'rgatdi. Qo'rqmas bo'l, jur'atlik bo'l, chabdas bo'l, erkin bo'l, bo'zak bo'lma. Bir kim birini solsa, senni keltirib ikkini sol. Jidringni talada tugitib kir, o'g'il bolada qaysar bo'l degandeklarga ota-onaning har ikkilisi bakmi namra deydi. Dar haqiqat Anzarning odatlanib qoptiman degirmi, balaliq, o'smirlik chig'idan boshlabla qonlarga singan, nurg'ulg'an ta'tir nasihatlarning mahsuli edi. Shunga Abdusamatning qaynab so'zishimi shu vajidan edi. U tunugin kash oshxonada ishlab etib, pishchirlab deginidek xelili qattiq gap qilaverdi. "Aka, u yoqda Gulbonim ochamni qiynab, bu yoqda o'zingni azoblab, qachongacha lingir taqtaq o'ynaysan? Oqshomliq sen mening muramga dastlab ko'chiq tushgan. Ondan bir amallar qilib, ayolim bilan ko'rish, o'qish olsa, yetarli pulni elib qochib ketinglar." Gulbonimni quchoqlab turgan Anzar mush yomg'irliq kechada o'ziga sodiq inisini mamnuniyat bilan eslamoqda edi. To'g'ri, bu visolga oshi dilkash yigit musharrab qoldi. Abdusamat, vijdonliq, turgun, ko'ngil bola. Gulbonim eriga qayrilib qardi-da, uning yo'l yuzlarini olqinda surtdi. "Nima? Anzar, sizmi yig'ladingizmi?" "Yo'q, yomg'ir o'xshaydi." Anzar burnin tortib ulug' kichiktandi. "Gulbonim, biz qochaylik. Bugun mush ishni maslahat qilg'il keldim."
Çayli. Gülbanım baş ırgıttı. Bolmaydı Enzer. Endi işkimizin öyle tutkudek imkaniyetimiz kalmadı. Bunda kılsak apamdan ayrılıp kalımen. Neymiş ka emdi? Apanızın uyumuzga kelip bana degeldiri. Oğlumuzga besip kirip degen gaplardan haberimiz var mı? İki nöbet besip kirgenligini Abdüsamet'ten anladım. Lekin bizim uyumuzga kirgenligidan haberim yokken. Ben portlu mişkimni ekitip, maynaklap, hılcınlap, kasten soğunup, şeytanınızı kozgap sizni azdırıptı men. Bu neymi degen settilla, neymi degen horluk, neymi degen naakçilik. Bu vakitim yeni qassam, apınızdan degenleri rast qaylanmamdım. Tehi, onun oğlumuzda degen gaplarını anlısınız, tirikli görüye kirip ağınız keledi. Biz, apınızın nazarida, sizin pulunuzga közümüzni qızartib, haftalık toyni bir yılgı sürgen kalember, divanlar boldu. Sizni shilib yeb, qamiz jeza qilmag'icha nafsimiz qanmaydigan niyati yomon odamlar bo'lib qoldi. Bu shundoq turuqliq, yana qassam opangizning og'zidan yana qanday paskinchilik va oqa. U chog'da bir kelgulik opam keladi. Anzar nomus qilgandan yerga kirib ketgandek bo'ldi. U onasining ochiqning yomonligini biladi. Biroq bunchalik beshamlik, asosuzlik qilib rasvoyi olam bo'lishini o'ylamagan edi. Uning til ahonatlari odatdagidek onam qizim bo'lmay, balki odamiylik xislatga yumdi chochadigan, insonlik g'ururini dafsanda qiladigan qabohatlik haqoratlar edi. Gulbanom, onam uchun men sizdan yenishlab afu so'ray. Ananızın aldı tizilip o'ltirib gunoh sabablarimni to'may. Cheksiz hijillik ichida qolgan Anzarning ko'z yoshlari to'kilmoqda edi. To'g'ri. Onamning qilganlari inson qalbidan chiqqan yovvoyilik. Buning uchun siz, opamiz, oilamiz oldida o'zirlikman. Ularni desak, uy tutmasak, ayrilib ketsak bo'ladi. Ammo bir balamiz bor. Issiq makonimizni buzmayli. Deganlarimiz to'g'ri. Bir makon qurmoq oson emas. Shundaqdimi? Anzarning muloyim, miskin chiroyini, yuzlaridan eqiyotgan yoshlarini ko'rib, Gulbanimning iyiriga ichi og'rib qoldi. Opam bechoradan bekmi ansirayman. Men sizning qadringizga yetay. Asray. Yoksuzluk tartqızmay. Özümü yemisem, kiymisem mayli ki sizni yerge qaratmay. Anzar yelinmoqda edi. Özünüzge ayan. Sizden ayrılganımdan ölgünüm yaxshi. Men sizge chidamayman. Menni sizge paydamayman. Gulbanim birdan yig'lab erini quchoqladi. Rost, sizden ayrılsam neyim bo'lib ketarman? Amsa, bir qarorga keling. Agar ma'qul desangiz, ati balaga keraklik, sizga keraklik narsalarni elib, o'shundoq vaqtda kelman. Samad darkomning qishig'a. Agar maylingiz tartmasa, yoqqa yurtlarga, eng yaxshisi Urumchiga berib oshxona ochimiz. O'yinib baqsam bo'lamdi. Gulbanim yanala opasidan ansirab turardi. Ulg'ranmaymiz. Ma'mu haddi hisobsiz besim bo'lib o'tadi. Ko'p peshkanliklardan xazinasi qilib turgan Gulbanim erining samimiy chiroyini, ahdi vafo yeninjab turgan ko'zlarini ko'rib erib qoldi. Bo'pti. Men kiyim-kechaklarimni chigib so'mga qisib qo'yay. Haras balamiz qilaydigan tevitliq bola ko'rpisdan birini sut parashga erishi unutma. Men kirib ketdim. Opam uyg'onib qolmasin. Gulbanim erini quchoqlab suyib qo'ygandan keyin ittiqla o'ylig'i o'zini atdi. U eshikni asta ochgandan keyin putining uchida menib supig'i chiqdi-da o'rniga kirib yotdi. Opasi qandoqdir shapini sezgandek qamirlab qo'yib jim bo'ldi.
Gulsumxon sahar qorong'uliqda turib, chirog'ini yoqdi-da, birinchi bo'lib Gulbanimning loy bo'lib ketgan patinkisiga sap soldi. U eg'ir pushuldab, qopqini turgunicha yotqanga purkinib uxlayotgan qiziga labbida qarab qo'yib, nashti qildi. U ko'nglida taratxonaga chiqqan bo'lsa kerak deb o'zini bazlagan bo'lsa-mu, aniq bo'lmagan bir gumon uni bearam qilmoqda edi. Sirtda yomg'ir to'xtagan bo'lsa-mu, yerlar evib, patqoq bo'lib ketgan edi. Gulsumxon peshayvonda tiklaylik cho'ng chig'i supurgini mo'rsiga selib chiqishi, darvoza oldidagi bir cho'ng, bir kichik izga ko'zi tushib qoldi. U iz bo'ylab bir necha qadam menib, siydi tuvdagi odam oyog'i petiqtivatgan izlarni ko'rdi. Shundaqla uning yuragini ochiq qoplab oldi. Bu bearamlik yo'l bo'yi davomlashdi. Qiz bola deganmi, baqadigan nimami? O'ziga shuncha xo'rliqlarni keltirgan odam qatorida emas, balki eshakdan battar ko'rib, yuziga nijozat so'g'an odamlarga yanala parvonadek o'zini urib tursa, parvoniga kuyib o'lishni bilib bilmay sadbori bo'ladigandir. Lekin shuncha aqlliq, zirak, qo'li chivar bir qizning g'ururini dafsanda qilishini nima desak bo'la? Ornimusni bilmaydigan juvoy nimak. Agar qiynonang potli maynoq g'iljing erlarni usulga soladigan shayton deb yuzingga yundi chashmagan bo'lsa, oyog'i ostida kuchukdek o'milamding. Arslondek so'nib miyonlab beramding. Xudoya tova, bu zamonning qizlariga nima bo'lgan? Bir chaqlarda qiz bola tegidigan erini ko'rmay turib taloliq qilinadi. Shularmi yig'lab, qoqshab, uy tutib, bola chaqiliq, navir-chavirlik bo'ladigan. Mana endi erkin muhabbat deyishib, qiz o'g'illar ko'chaga yoningga chiqib ketamdi nima? Nima degan qilin hayosiz bo'lib ketgan balla bu. Gulsumxon birdi pishirlab, birdi ichida tillab, madras oldiga kelishi, uning bilan birga ishlaydigan Robiyam degan ayol axlat harvasini tutib saqlab turardi. Ular Baytullahning oldidan Stalin ko'chasigacha bo'lgan cho'ng yo'lni supurib tozlaydi. Robiyam garchi 41 yoshga kirgan bo'lsa-mu, chek chachlari oqqargan, yuz peshonalariga qo'riq tushgan, ko'zlari horg'in ayol bo'lib, 8 yoshida dadasi bilan Qashqardan chiqqan edi. Uning 44 yoshlik eri sin-sifati qamlashgan, chosi yuzlik, qarqashliq Ömerjon Galantiri bozorida raxt, kiyim-kechak do'kon ochadi. G'oljilik Ömerjon o'yin chaqchaq, naqshsozlarga yerisman odam edi. Gulsumxon 5 yilning oldida Robiyam bilan muhit asrash idorasiga tang ishchi bo'lib kirgan. O chaqlarda Robiyam sho'x, gapdan qiziqchi bo'lib, chashlari qop-qora, ko'zlari o'ynab turadi. Lekin oradan 2 yil o'tmayla, xuddi bir kechada tugmandan chiqqandek chashlari bekmitis oqarib ketdi. Shuni o pat-patla 3 yilning oldida chapchib turgan sho'x-cho'kan edim. Mana endi mo'may bo'ldim, deb hasratlanadi. Lekin o sirini hech kimga demaydi. Hada, dedi Robiyam Gulsumxonga zang selib. Chiroyingiz bir qismida turdi-ku. Uyingizda biror ko'ngilsizlik bo'ldimi? Yo'q, Robiyam. Gulsumxon eg'ir uxsindi. Ya'ni shu Gulbanimning dardi bo'lmamdi. Muattarxon degan azozil xotin yana keldimi? O xotinning gapini qilmang azodi. Ismini anglasammi yurakim su. Yuring, ishimizni boshlaylik. Ular belgilangan ko'chani supurib, axlatini harva bilan to'shib bo'lguncha kun nayza bo'yi o'rlagan edi. Robiya Gulsumxonni uyiga taklif qilgan edi. Qizining oqshomqi ishidan ko'ngli oromidi yo'q bu ona o'zini aytib uyga qaytdi. Yelim yaxshi Bedi bozorida Asqar yo'liqib Gulsumxonni traktorga selib oldi.
u tong saharda bir qatim qatnab, endi ikkinchi qatim xumdonga mangan edi. Anaytulla aksi elib bergan bu traktor garchi birer yildek ishlatilgan bo'lsa-mu, lekin iskatini yo'qotmagan bo'lib, Asqar uni har kuni degidek surtib tozlaydi. Sen ishqi manganda Gulbanom hadangni ko'rdingmi? So'radi Gulsumxon ansirgandek talaffuzda. O'rnidan turib tikanmi? Choy ichgani kirsam kiyimlarga dazmol silib etibdikan. Gulsumxonning yuragi qortliq qilib chiroyi shu zamon o'ngdi. Shundaqdimi Asqarning oldida chondirmadi. Uning ko'nglidan men borg'ich bormidi yoki yana qochqanmidi? Anzar kechida bekorga kelmaganda degan o'y lipli qilib o'tdi. Apa, Gulbanom adam ajrasa bolasini oshqa berib etamiz. Balam, bu degan qonunning ilkidagi ish. Bizning hori-pori deydiganga haddimizmi? Agar bizga buyruq beradigan bo'lsa, u shuni ochqib, haqlab bilib etman. Po'xina, u degan hadamning bag'rini yerib tushgan bola. Asqar bo'ynini to'lg'ab g'o'tildigancha traktorni daryo bo'yi mahallasiga qayirdi. U opsini darvoza oldiga tushirib qo'yib, oldidagi tor yo'l bilan xumdonga menib ketdi. Gulsumxon uyga kirib ko'ngli o'rniga tushdi. Gulbanom qizi Olinurni bo'shikdan yishib, quchqida erkiltib o'ltiradi. Biroq dazmol silingan kiyimlar hech yerda ko'rinmaydi. Ular tushda langman etib yegandan keyin odati bo'yicha uxlamay, fazilat büyügi deydigan gap bor edi deb chiqib ketdi. Biroq u taloqqa qaragan darizi ko'znaklaridan mar edi. Gulbanom ichkirki uydan qatlangan kiyimlarni so'mkasiga ratlab soldi. Ondan atrofga bir qarab etib, balaning lat putunlarini purkab tiqdi. Yana nimalar unutilib qoldi degandek birdam tengirqab turgandan keyin so'mkasini sanduq orqasiga yo'shirdi. Gulsumxonning o'pkasi qoniga kaplashib qolgandek nafsi bo'g'ildi. Qahr g'azibi toshdi. U kirgancha Gulbanomning qochtig'i nachin urg'is keldi-yu, ammo ochiqni yutib chondirmadi. Chunki u Muattarxonning chashqan yundisini o'g'lining beshiga to'kmoqchi bo'lgan edi. Qudisining zahardek til ahonati hozirgacha uning qo'rsqini ko'ptirib, ko'nglidan chiqmay turadi. Shunga u kashkicha o'g'i yeb, yengni yutgandek bir xil titlik ichida yursa-mu, qiziq olib qo'ymadi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natvanlar nomli romanini bugun bu yergacha anglatdik.